Agar birorta sekin gilamdor qilsa, shuni chiqib turib, shu daraxtlar shunday qochma, to'xta dedi. Qayt orqangga. Meni ko'rmaydi deb o'ylaysanmi? Nega men to'yimdan qochib ketaversan? Qani bu akachi, men sen to'yda 3 kun yotib xizmat qilganman. Sen men to'yimdan qochib ketyapsan? Nima? Aroq yetmay qoldimi? Aroqdan qolib ketdi ekan stol ustida, ochilmagan aroqlar turibdi. Demak, ovqatga to'ymay qoldingmi? Ovqatlar qolib ketdi ekan. Ovqatga to'ygan bo'lsang, aroqqa to'ygan bo'lsang, nega men to'yni qizdirmasdan qochib ketyapsan? Aka men to'yni qarab qizdiraman. San'atkorlar qizdiryapti desa, sen nega qizdirmayapsan? Aka men qanaq qizdiraman to'yni desa, bir-biringni urmaysanmi deydi. Men to'yimda janjal bo'lib ketib, militsiyachi bo'lib ketmaydimi? Ertaga butun obro'z gapirib yurmaydimi? Falonchi to'yda rosa zo'r bo'libdi, janjal ham bo'libdi ekan. San'atkorlarni oldiga solib rosa quvibdi ekan. Torini Qibraydan topib kelishibdi. Doirasini kelishda topib kelishibdi. Hofiz yo'qmish.